Xitoy Uyg'urlarga yurgizayotgan xarakter qirg'inchiligi. Avtori Mavlana Yasin. Xitoy Uyg'urlarga jismoniy qirg'inchilik, ideya qirg'inchiligi va madaniyat qirg'inchiligi bilan bir vaqtda xarakter qirg'inchiligini tadrijiy yo'lga qo'ydi. Hadisda aytilishicha, sahobalarning biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan İslamni bir söz bilan ifodalab berishni so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xarakter deb javob bergan ekan. Haqiqatan xarakter degan bir din, bir millat, bir oila, hatto har bir shaxsning ust qurilmasining ultishi, zamonaviy qimmat sistemasini barpo qilgan, zamonaviy madaniyatni va zamonaviy siyosiy tuzumni barliqqa keltirganlar naqshu oliyjanob xarakterga ega kishilar. Xarakter degan odamning xislat fazilati, izzat hurmati, o'y xiyoli, mijoz tabiat qatorliq omillardan to'plangan aloyidlik bo'lib, bu odamning o'sib yetilish jarayonida tadrijiy shakllangan hissiyot tajribasi, harakat andizasi va qimmat tafakkurining yakka aloyidligi. Bir odamni boshqalardan farqlantiradigan, bir musulmonning e'tiqodining mukammalligini o'lchaydigan, bir millatning gavdasini aks ettiradigan turaqliq psixik sifati. Xarakter bir odamning yashash shakli, yashash usuli, hatto insonlarning taqdirini belgilaydi. Bir millat degan insoniyat tarixida o'rtaq til, o'rtaq rayon, o'rtaq iqtisodiy turmush va o'rtaq psixologiyalik sifat bilan o'rtaq madaniyatda shakllangan o'rtaq gavda. Aktiv xarakter bir shaxsning va shu shaxslardan tarkib topgan bir millatning aktiv hayotini yetildirib chiqadi. Shuningdek, passiv xarakter passiv hayotni hadiya qiladi. Bir millatni yo'qotishning halqiliq bir jarayoni bo'lsa, shu millatga tava har bir shaxsning xarakteriga qirg'inchilik qilish. Aktiv xarakter odamning kundulik turmushiga qo'mondonlik qilgan millatda oliyjanob haqqoniy fazilat. Mustaqil erkin bo'lish ideya, o'ziga qattiq talab qo'ygan ong, o'ziga bo'lgan to'liq ishonch, mehribonlik, keng qo'rsaqlik, shaylarga tushunish hosil qila oladigan va quloq silib anglay oladigan tamkinlik, yumoristlik, bemalol so'zlash, oliyjanob pok fazilat, qaysar va tez pukmas jasorat, muloyim va sabtillik purab turadigan odimiylik, odil va shaxsiyatsiz urf-odat qatorliqlar ulug' mavji urib turadi. Uyg'urlar tarixda mushundaq xarakter bilan to'lgan va aniqlama berib kelgan edi-ku. Mushundaq esil omillar bilan qavlangan aziz millat edi-ku. Xitoy Uyg'urlarga jismoniy qirg'inchilik, ideya qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligi bilan bir vaqtda xarakter qirg'inchiligini tadrijiy yo'lga qo'ydi. Uyg'urlarni aktiv xarakterdan passiv xarakterga to'lg'adi hamda ko'zga ko'rinarlik natijaga erishdi. Bu ulug' va oliyjanob Uyg'ur millatining xarakter qurilmasining halqalarga va ulinishlariga hozir ojiz, qo'rqinchoq, tushkun, shalloqlik, beshamlik, taptartmaslik, paskashlik, qo'pol, bo'shangliq, chiriklashmak, shafqatsiz, yo'q narsalarga talash-tortish qilish, so'rin, o'lik, qashong, dud, hasad qilish, qizg'inish, xudiklanish, og'rinish, norozi bo'lish, arzimas ishlarga ochchig'i kelish, xushomad qilish, to'qi yurak, taxsikashlik, qul mijozlik, g'olchi mijozlik qatorliq pasif razil omillar bo'sib kirib, Uyg'urning aktiv xarakterini parchalab, uzib, egib, to'lg'ab va bulg'ab tashlayotdi. Pasif xarakter bir shaxsnila emas, bir millatning strategik hayotini yezib chiqadi. Bir millatning vayron bo'lishida va bir millatni vayron qilishda cho'ng rol o'ynaydi. 100 yil burun Uyg'urlar duch kelgan ijtimoiy o'zgarish, siyosiy davolg'ish bo'lib, Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan xarakter qirg'inchiligi Uyg'ur ichida hayosizlik, yalang'ochlik va qul ixtisoslik qatorliq penxopatik va tushkun xarakterni yetildirib chiqyotdi.
Masalan, o'z taqdirini o'zi belgilash va Uyg'urlar indigenis degan bayroqlarni xalqaro sahnalarda dog'dug'liq tashviq qilishi, echilayotgan Uyg'ur akademik yig'inlar Xitoyga qarshi mustaqillikni bayon qiladigan faoliyatlarni ilib bormasligi, Uyg'urlar Xitoy bilan to'y qilishi va cho'shqa go'shtini mazza qilib yeganligini TikToklarga selishi, ba'zi Uyg'urlarda Xitoy bo'lib ketishga ideya tayyorligi yetishganligi, bularning hammasi aktiv xarakterning bulg'inishi va passiv xarakterning yoshirin yetakchi rol o'ynayotganligining hodisasi, tasavvuri va dalillari. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan xarakter qirg'inchiligini ikki tarafdan analiz qilishga to'g'ri keladi. Shaxslarga elib borgan xarakter qirg'inchiligi, yolg'on yovdaq so'zlar orqali Uyg'ur ichidagi mashhur shaxslarning qalbiga o'rin olgan arboblarning xarakteriga qirg'inchilik silish orqali ularning obrazini bechora, razil, past, qo'pol, qorong'u, chirik, buzuq qiyofatga aylantirib, o'zini qo'ydigan yer topolmas qilib qo'yib, ondan ommaviy so'rinlarda qasddan yolg'on, burmalangan, ko'ptirilgan, kishini hong-tong qoldiradigan jinoyat va satchiliklarni to'qib chiqib, ularning xarakteriga kamsitish, qasd qilish, tuhmat qilish va hujum qilish usullarini qo'llanib, buningga ulab yanama ilgirlab, ijtimoiy psixologiyadan foydalanib, jamoat fikrini kontrol qilib, nishondagi kishilarning obrazi, inovati yoki markasini yo'qotib va o'ldirib keldi. Hamda amalba ommaviy taratqulardan foydalanib, Uyg'ur arboblarga elib borgan kamsitishini mubolag'a qilib ko'rsatib, ishning haqiqiy tarafini bilmaydigan kishilarni bu to'qilma hikoyalarni qabul qilishga yetaklab, ishning haqiqiy tarafini biladigan kishilarning zuvonini tuvoqlab, bu xarakter qirg'inchiligining haqqoniyligini isbotlab keldi. Bu xarakter qirg'inchiligiga uchragan Uyg'urlar milliy qahramonlar, masalan, Sobit Tamillam, G'ani Batur, Sadir Palvon, İbrahim İsmail va barliq 1-2 Cumhuriyetning qurishiga to'hfa qo'shgan qahramon azimatlar va 2 Cumhuriyet vayron bo'lgandan keyin mustaqillikni asliga keltirish uchun kurash qilgan barliq fidokorlar. Madaniyat va ilmdagi atoqli kishilar, masalan, Turg'un Almas, Abdurahim O'tkir, Arshidin Tatliq, Abliz Maqsum qatorliq barliq Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur kimligi va Uyg'urlar duch kelayotgan adolatsizliklar haqida ancha-muncha bir narsa yozganlar. Shuning bilan bir vaqtda Turg'un Almas ideyasini bostirish orqali butun Uyg'ur ziyolilarining zuvonini yumdi. Ularning ideyasi va ma'naviy xarakterini qasd qildi. Diniy arboblar, masalan, Chingizxon Damullam, Muhammad Salih Damullam, Nazir Chiraq, To'y To'kin va masjid qatorliq ommaviy so'rinlarda Allohning irodasiga bo'ysunish to'g'riliq so'zlagan barliq diniy zotlar siyosiy ishtirok gumoniga tushganlar. Masalan, Xitoy tarafdan mustaqil ideyasi bor deb qaralganlar, Uyg'ur kimligi haqida fikr qilganlar va yozma yozganlar, kichkina siyosiy ong-sezimi borlar, hatto o'zlari tarbiyalab yetishtirgan Nurbakri va Muzaffardek Xitoyning ichki siyosatlaridan oz to'liq xabar topganlar. Savdogar kishilar, masalan, Robiya Qodir, Mamtimin Qarajim, Abdurahim Ag'ach, Nurtay Hoji qatorliq bir yurish korxonchi, savdo saroy sog'an, binokorlik va yerlik mahsulotlarni import-eksport qilish shirkatlarini qurganlar, Qoshtosh, oltin va ko'mir qatorliq konlarni ochganlar, xalqaro tor va yumshoq detallarni ijod qilganlar. Buning eng tipik misoli Nurbakri hatto atalmish avtonomiya qurultiyidek bir cho'ng yig'inda Robiya Qodir xonimga jinsiy qora chapladi. Artistlar va to'rcho'lponlari, ozroq milliy g'ururi bor sozanda, naqshchi, usulchi, kino cho'lponlari. Ya'ni Xitoy Sharq Turkistonda elib borgan harakatlarda, masalan, sotsialistik ta'lim-tarbiya, o'ngchillikqa qarshi turish, yerlik millatchilikka qarshi turish, banditlarni tozalash, 3ga qarshi turish va 5ga qarshi turish, madaniyat inqilobi, kurash qilish, pipan qilish, o'zgartish qatorliq
sanab tugatkili bo'lmaydigan harakatlarda salpal nam atig'iba Uyg'urlarning bo'yniga har xil rasvo qilishni nishon qilgan haqoratli so'zlar yozilgan taxtaylarni esib, beshiga haqorat so'zlar yozilgan uzun qog'oz qalpoqlarni kiydirib, bozormi-bozor, ko'chimi-ko'cha, maydonmi-maydon, maktabmi-maktab, yezimi-yezi sazoy qilganlarning sonini sanab chiqqani bo'lamdi. Bu Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan xarakter qirg'inchiligining qanchalik inchik va vahshiyligining bir kichiltilgan kartinasi. Uyg'ur millatiga elib borgan xarakter qirg'inchiligi. Xitoy davlat apparati Uyg'ur millatiga yurgizayotgan umumiylik xarakter qirg'inchiligining harakatlantiruvchisi va ijro qiluvchisi. Xitoy barliq davlat hokimiyati va boylik manbasini ishga solib, Uyg'urlarga axloq, samimiyat, shuhrat, obro'y va shaxs qimmat jihatdan haqorat va tuhmat qilib keldi va qilyotdi. Xitoy azaldan oldi bilan tashviqot apparatlari, axborot vositalari, gez, jurnal, har xil yig'inlar va to'rlardan foydalanib, Uyg'urlarning nufuzliq va mashhur zotlarining nomini bulg'ab rasvo qilib keldi. Bularning xarakteriga qirg'inchilik qilib, ondan qo'lidagi adliya organlaridan foydalanib, bularga choplagan jinoyatlarni qonunlashtirdi va jazoga hukm qildi. Bu xil davlat apparati orqali bütün Uyg'ur millatiga va bu millatdagi nishonli shaxslarga elib borgan xarakter qirg'inchiligi elib kelgan ziyonkashlikning ko'lami intayin keng va cho'nqur. Xitoy bunda qirg'inchilik orqali bütün Uyg'ur millatini yo'qotish yoki qul o'rniga tushirib qo'yishni nishon qilgan. Xitoyning qasddan elib borgan bu 4 xil qirg'inchiligi oldida Uyg'urlar o'zini qo'g'dash iqtidoridan va imkoniyatidan tamoman ayrilib qolganligini his qildi. Yoki his qildimi? 2016-yildan boshlab elib borgan irqiy qirg'inchilikni tekshirib baxsaq, bo'libmi Uyg'urlarning donliq artist, savdogar, korxonchi, diniy zot, ziyoli va arsodagi mashhurlarga elib borgan qirg'inchiligini tekshirib baxsaq, bu qirg'inchilikning bundaq alayidliklari bor. Avval xorlab, ondan zindonga tashlash yoki o'ldirish. Avval ihanat qilib, ondan barliq mol-mulkini tortib olish. Avval haqoratlab, ondan qul qilish. O'ldirish orqali jinini oldi va mol-mulkini musodir qildi. Qul qilish orqali ideyasiga va xarakteriga qotillik qildi. Bo'libmi ideyasini va xarakterini yo'qotishda Xitoy zo'r natijaga erishdi. Buni nurg'un chet eldagi Uyg'urlarning mushu qirg'inchilik oldida sukut tutirish orqali Xitoy bo'lib ketishga ideya va psixologiya tayyorligini tamomlayotganligidan bayqab olg'ili bo'ladi. Xitoy har qatim keng ko'lamda jismoniy irqiy qirg'inchilikqa ulab, ko'lamlashgan xarakter qirg'inchiligini yo'lga qo'yib keldi. Xarakter qirg'inchiligining Uyg'urlarga elib keladigan terrorlik ta'siri texmo vahshiy. Chunki butun Uyg'urlar bir qo'rqinchli muhitda yashaydi. Xuddi Uyg'ur yozuvchisi Tahir Ahmad Izgalning kechida tutqun qilishni kutish nomli asrida tasvirlanganidek har bir Uyg'urning yuragida bir vahimalik kayfiyatini paydo qiladi. Xarakter qirg'inchilik Xitoyning butun Uyg'urlarning insoniy fazilatini mahrum qilgan, qon oqmagan qirg'inchilik. Butun Uyg'urning psixikalik xarakteri, ijtimoiy xarakteri va siyosiy xarakteriga elib borgan umumyuzlik qirg'inchilik. Bu nima degan odamni cho'chitadigan va qo'rqitadigan ko'rinishi? Bu orqali Xitoy har bir Uyg'urning xarakterini butunlay vayron qilib, yashash bo'shliqini siqib, yashash iqtidorini yo'qotib, bir g'urursiz qimmati yo'q belgiga aylantirib qo'ymoqchi. Chet eldagi Uyg'urlarmi bu xarakter qirg'inchiligidan qutulgani yo'q. Xitoy chet eldagi Uyg'urlarga nazorat qilish, parakandachilik silish va qo'rqitish, shuning bilan bir vaqtda aktiv Uyg'urlar orasiga siyosiy masala, iqtisodiy masala va ayol masalalarini yasab chiqib, nishonli kishilarning xarakterini bulg'aydi va sharmanda qiladi. Xarakter bo'lsa, bir millatning izzat obro'yining oldingi sharti. Oliy xarakterini yo'qotgan millat fikr qilish iqtidorini yo'qotgan, ham mingisi eg'ir zaxmlangan ahmaq millatga aylanadi. Xarakter qirg'inchiligi bir millatdagi adab axloqni, inson tabiatini
e'tiqodini, intilishini, yaxshi yomonga bo'lgan o'lchimini tubdan o'zgartirib yetalaydi. Erkinlikini va g'ururini yo'qotgan bir hamoqatga aylantirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni xarakter degan bir so'z bilan ifodalanishining cho'nqur ahamiyatini mo'shuningdan tushungani bo'ladi albatta.